Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Uragan brendiga tegishli kempi apparat so'ragan klientlarimiz uchun do'konimizga 750 lik hamda 1000 lik uragan kempi apparatlarimizdan yetib keldi. Ushbu apparatlarimiz to'liq obzorlarini qilib beramiz va narxlarini aytib o'tamiz. Kanalga yangi bo'lib bo'lib qo'yasizlar. Apparatlarimiz komplektidan chiqadigan narsalarni birinchi ko'rsatamiz. Derajaga chiqadi. O'zini 4 metrlik kemping derajagi, 15 razmerdagi professional derajak, o'zini maskasi chiqadi, svarka derajagi chiqadi, massa kabeli, malatogli shotkasi chiqadi. Undan tashqari garantiya qog'ozlari va o'zining naslatkalari chiqadi. Hamda simi bo'ladi va bonus tariqasiga koja qo'lqoplaridan qo'shib beramiz. Mana shu holatda komplekt bo'ladi. Endi narxlarini aytib o'tamiz. Uragan 1000 lik ham kemping, ham elektrodniy svarka 3 ligacha elektrodlarni eritadi. Kemping funksiyasi esa 5 kilogacha simlab qo'yib, xolasalaring gaz, xolasalaring bezgaz holatda ishlatasizlar. Professionalniy apparat bo'ladi. Narxatiga $200 qilib beramiz. Endi 750 taliga xuddi shu bilan bir xil funksiyada ishlaydi, faqatgina quvvati ozgina pastroq bo'ladi. O'shaning uchun narxi $10 arzon chiqadi. $190 dan narxini qilib beramiz. Apparatlarimiz o'zini sovutadi, ventilyatsiya tizimi bilan jihozlashtirilgan, gaz ulab ishlatsalaring bemalol bo'laveradi. 5 kilolik sim tushadi. O'zini sim nastroykalari mavjud. Bu apparatimiz ishlatib ko'rgan akalarimiz sifati qanaqa, ish berishi qanaqa bemalol kommentariyaga yozaverasizlar. Optim narxlarda 12 viloyat bo'yicha yetkazib berish xizmatlari ham bor. Telefon qilaverasizlar. Garantiyalarini muhimi garantiyasi bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha apparatni kachestovasiga qarab garantiya berilaveradi. Kimga qanaqa apparatlar kerak bo'lgan bo'lsa, bemalol do'konimizdan xarid qilishlaring mumkin. Optim narxlarda qilib beriladi. Agar bundan-da boshqacha modellardan kerak bo'lsa, telefon qilaverasizlar. Barcha turdagi apparatlar do'konimizda mavjud. Video yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalga yangilar esa obuna bo'lishni unutmaysizlar.